Unda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning video selektori bo'lib o'tdi hamda unda har haftaning peshanba kuni Yoshlar kuni etib belgilandi. Hamda hozirgi vaqtda Qalliqo'l rayonining hokimi peshanba kuni Toshkent qalasiga kelib, Qalliqo'l rayonining yoshlari bilan suhbat olib bordi. Suhbatda biz o'z usullarimizni aytdik, o'zimizning mashg'ulotlarimizda qiziqtirgan so'rovlarimizda to'g'ridan-to'g'ri Qalliqo'lning hokimi bilan suhbatlashdik. Bu suhbatda hokim bilan emas, o'zimizning bir do'stona suhbat bo'ldi desak-da bo'ladi. Shunday ashiq tarzda o'tdi. Bu menga qattiq unadi. Prezidentimizning bizlarga ko'rsatgan ulkan e'tiborini inobatga olgan holda men kelajakda o'z vatanimga sodiq xizmat qiluvga, Yelizak Gullab Jasnovni o'z ulushimni qo'shishga va'da beraman. Bu uchrashuv yaqinda g'ana bo'lib o'tgan Prezidentimizning 24-fevral kuni yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda qabul etgan qarorlarni takrorlanib amalga oshirilmoqda. Hokimimizga o'zimizning startap ideyalarim, kelajakdagi plan, maqsadlarim hamda bundan tashqari menda bo'lib o'tirgan mashg'ulotlarni to'lig'incha aytib bera oldim. Ham hokimimiz buni to'lig'incha tinglab, ma'gan o'zining usullarini, o'zining jardimlarini beruvini aytib o'tdi. Kelajakda vatanimizga sodiq prezident bo'luvga, yilida vatanimizning obro'yini yuqori ko'klarga ko'taruvga va'da beramiz.